Endi siz hal qilish usuli nima deb so'rashingiz mumkin. Yaxshi savol bo'ldi. Hal qilish usuli bo'lsa, eng dastlabda bularning mavjudligini his qilish ham e'tirof qilish kerak. Kishilik munosabatda ishlar yuz bergan chaqda siz oldi bilan bu munosabatga qarab, agar men hozirla inkos qaytarsam, u chaqda qo'rqinishni qo'zg'atgan bo'laman deyishingiz kerak. Ba'zi odamlar men bu xil munosabatni besimsiz qilaman deydi. Amaliyotda besim bo'lsa qo'rqinishning maxfiy numeri. Shunlashqa qo'rqinch bo'lsa, siz ular buni yaxshi ko'rmaydi, ular buni qilmaydi, ular bu xil inkosga qaytarmaydi, ular bundaq bo'lishni yaxshi ko'rmaydi, ular bundaq ishlarga hurmatini bildirmaydi degan gaplarni qilasiz. Bu vaqtda siz yetarlik yaxshi holatni his qila olmaysiz. Ondan siz muhabbat ichida bo'lmaysiz. Shunlashqa sizning munosabatingiz o'ladi. Shunlashqa qaltis hissiy munosabatni barpo qilish uchun oldi bilan o'zingiz bilan qaltis hissiy munosabatni barpo qiling. Oldi bilan o'zingizni sevishni o'rganing. Agar siz muhabbat berishning o'rniga faqatli erishman deb turib olsangiz, u chaqda ikki och qolgan odam bir-birining yemakligini talashqanga barobar bo'lib qoladi. Buning yirtqich hayvonlarning o'lji talashqanidan nim farqi bor? Siz izlayotgan barliq narsa qalbingizning cho'nqur qatlamida. Shuning uchun o'zingizdan boshlang. Agar o'zingizdan boshlab qolsangiz, men o'zimning nimasini yaxshi ko'raman, o'zimni sevishga arziydigan nimam bor deb so'rang. Ondan men burun deb o'tgandek o'zingizni yaxshi his qildirgan harakat planidan birini tuzib chiqishingiz kerak. Buni qilishdan burun o'zingizdan oddiy bir savolni so'rashingiz kerak. Agar men boshqalarni butun hissiyotim bilan suydiganligimni bildirmoqchi bo'lsam, men nima qilishim kerak? Nima uchun bunday qilaman? Deng. Chunki harakat so'zdan a'lo. Undaqda men sizdan so'rab baqay. Siz hayotingizda biror qatim aynakka qarab, haqiqiy yusinda o'zingizga qarab, chin niyat bilan o'zingizga men seni suyman degan vaqtingiz bormi? Siz balkim men kun bo'yi aynak qarab o'tiramdimi? Men ya sarang bo'lmasam deyishingiz mumkin. Yana so'rab baqay. Siz qachon aynak qarab o'zingizga haqiqiy yusinda men seni suyman deb baqqan? Siz qachon atrofingizga birarsining ko'ziga tikilib qarab, ko'zingiz bilan, ko'zlaringiz orqali men seni yaxshi ko'raman degan tuyg'ularni ata qilib baqqan? Hargizmi so'z orqali emas. Biz hammamiz bilamiz, o'zimiz yo'q narsani hargizmi boshqalarga bera olmaymiz. O'zingiz qup-quruq turib, boshqalarni to'ldirman demang. Bunda qilgan vaqtingizda ular sizni hargizmi yaxshi his qilmaydi. Ular sizni faqatla bergichi emas, ilib olg'ish deb qaraydi xolos. Shunlashqa oldi bilan o'zingizni to'ldiring. Agar siz boshqalarga o'zingizning ularni suydiganligini bildirmoqchi bo'lsangiz, nima qilasiz? Albatta, ular uchun bir ish qilishingiz mumkin. Ular uchun alohida vaqtlarni chiqarishingiz mumkin. Undaqda o'zingizni sevish uchun o'zingizga nima ish qilib berasiz? O'zingizga qanday alohida vaqtlarni berasiz? Agar siz boshqalarni haqiqatdan qadrlasangiz, nima ishlarni qilgan bo'lardingiz? Siz balkim boshqalarga ularni qaltis deb maqtab berishingiz mumkin. Undaqda biz o'zimizga o'zimizning qanchalik ulug' ekanligimizni deya olamizmi? Albatta deya olmaymiz. Siz o'zingiz bilan aloqa o'rnatishingiz kerak. Shunlashqa siz har qanday bir ishdan umidlangan vaqtingizda o'zingizdan zodi nima yuz beryapti? Men o'tmishimga hozir inkos qaytaryaptim. Bu zodi nimalardan derak berdi deb so'rashingiz kerak. Shunlashqa sifatlik so'rash sizga sifatlik javobni beradi, sifatlik hayotni beradi.